Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz boshlang'ich ta'limda innovatsiya fanining 3-ma'ruza mashg'uloti, ya'ni boshlang'ich ta'limda innovatsiya mavzusi. Mavzuni yozib oling. Mavzumiz qiziq va ajoyib ma'lumotlarga juda boy. Mavzuning rejasiga o'tsak, reja 5 ta rejadan iborat. Innovatsiya tushunchasining mazmuni, ikkinchisi boshlang'ich ta'limda innovatsiyalarni tatbiq etish tajribalari, uchinchisi innovatsion ta'limda mualliflik maktablarining rivojlanishi, to'rtinchi reja yangiliklar kiritish mazmuni va yo'nalishlari, beshinchi reja refleksiv innovatsion texnologiyalar. Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz mana shu 5 ta reja asosida amalga oshiriladi. Bugungi darsimizni shiori bilan tanishing. O'rganish qiyin bo'lishi mumkin, ammo muvaffaqiyat bundan ham zo'r bo'ladi. Siz o'rganishda hech ham ortga qaytmang. Qancha qiyin bo'lsa, ertaga muvaffaqiyatimiz shuncha zo'r bo'ladi. Bugungi darsimizning tayanch tushunchalari: innovatsion ta'lim, boshlang'ich ta'lim, zamonaviy pedagogika, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, kreativ fikrlash, o'quvchi faolligi, innovatsion metodlar, ta'lim sifati. Undan keyin mana bu yerda hozirgi paytda O'zbekistonda ta'lim jarayoniga quyidagi talablar qo'yilmoqda. Ya'ni birinchisi sifat, ya'ni ta'limni belgilangan darajasini egallash. Ikkinchisi ommaviy, ya'ni ta'limni belgilangan darajasini bir vaqtning o'zida ko'p sonli o'quvchilar egallashi lozim. Ya'ni bu sinfda bir necha guruhlar, jamoalar asosida o'qitish. Uchinchisi samaradorlik, ya'ni ta'limga sarf qilingan xarajatlar albatta maksimal samara berishi lozim. Ya'ni har qanday xarajat ertaga bizga foyda, samara keltirishi lozim. Ushbu vazifalarni yechish ta'lim jarayonini texnologiyalashtirishga, innovatsion ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqish va tatbiq etishga olib keladi. Innovatsiya so'zini yana bir marta takrorlab olamiz. Inglizcha so'zdan olingan bo'lib, innovatsion yangilik kiritish, tizim ichki tuzilishini o'zgartirish, amaliyot va nazariyani muhim qismi. Pedagogik yangilik esa pedagogik faoliyatda ilgari ta'lim jarayonida noma'lum bo'lgan o'zgarishlarni kiritish orqali ta'lim va tarbiyaning nazariy va amaliy jihatini boyitish va uni rivojlantirish vositasi hisoblanadi. Bundan anglashiladiki, innovatsion jarayon yangilikni kiritilishi va shart-sharoitlari tizimni yangi ko'rsatkichlarga muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlovchi o'zgarishdir. Nishon alifni fikrini takrorlab olamiz. Innovatsion o'zgarishlarni sezish, anglash har qanday o'qituvchiga xos bo'lavermaydi. Bu yerda asosiysi o'qituvchining o'zi yangilikni sezishga psixologik jihatdan tayyor bo'lishidir. Innovatsiyalarni tatbiq etish avvalo ta'lim mazmuni va o'qitish jarayoniga yangicha qarashlarni talab etadi. An'anaviy darslarda o'quvchi ko'proq tinglovchi rolda bo'lib, o'qituvchi esa asosiy axborot manbai sifatida namoyon bo'lgan. Innovatsion yondashuvlar esa o'quvchini ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari yosh xususiyatlariga ko'ra faol, qiziquvchan va harakatga moyil bo'lganligi sababli innovatsion usullar ularning tabiiy ehtiyojlariga mos keladi. Mana bu yerda yangilik tushunchasi. Pedagogikada yangilik bu faqatgina g'oya, yondashuv, metod, texnologiya shunchaki taqdim etilgan va hali foydalanilmagan holatdagi emas, balki bu innovatsion jarayonning majmuaviy va alohida tarkibiy qismidir. U esa o'zida o'zgaruvchan sharoitlarda va holatlarda ta'lim-tarbiya masalalarini yetarlicha samarali hal etishini ifodalaydi. Innovatsiya esa ma'lum bir bosqich asosida rivojlanadigan jarayon. U bir nechta ma'nodagi tushunchalarni beradi. Innovatsiya bu ta'limning yangi mazmuni, shakl va metodlarini ishlab chiqish,
Ikkinchisi, yaratilgan pedagogik tizimni joriy etish va ommalashtirish. Ta'lim muassasasini boshqarish va rivojlantirishning yangi texnologiyasini ishlab chiqish. Tajriba sinov obyekti sifatida yaxlit pedagogik jarayonni innovatsiyalash. Oltinchisi, yangiliklarni qo'llanilish darajasini yangi mahsuldorlik bilan o'zgartirish bosqichi hisoblanadi. O'qituvchining innovatsion faoliyati sifatli va samarali bilim berish, birgalikdagi samaradorlik. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, hamkorlik va integratsiya, o'quvchilar guruhi bilan ishlash, shaxs, guruh, omma, institutsiya, pedagogik jamoa, jamoatchilik, ilmiy institutlar, ta'lim muassasasi, bu hammasi o'qituvchining innovatsion faoliyati hisoblanadi. Innovatsiyaning maqsadi sarflanayotgan mablag' kuchdan eng yuqori va sifatli natija olishdan iborat. Innovatsion muhit bu pedagogik jamoada, umuman ta'limiy muassasada shunday ijodiy, samimiy, do'stona sharoit tug'diradiki, unda o'qituvchi o'zini erkin his qiladi, jamoada ichki intilish, moddiy, ma'naviy qiziqishi yuqori darajada bo'ladi. Mana bu yerda o'qituvchining ijodiy fikr yuritishiga, ishlashga tayyor novatorga aylanadi. Novator nima degani degan savol tug'iladi. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, novator yangiliklarni qabul qilish va amalga oshirishga tayyor shaxs. U o'zini shaxsiy pedagogik amaliyotda doimiy yangilik izlaydi, o'zlashtiradi va qo'llaydi. O'qitish jarayoni nima? O'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarni mustaqil mashg'ulotlarga rahbarlik qilish, ularni bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirishda hamda baholashdan iborat. Boshlang'ich sinflarda o'qitish motivini rivojlantirish. Motiv bu qiziqish degan ma'nolarni bildiradi. Mana bu yerda rasmda e'tibor bersangiz, ta'lim jarayoniga qiziqishni orttirish, o'quvchini interfaol metodlar asosida o'qitadi. Motiv mashg'ulotlari faolligi, o'quvchilar hozirgi kunda axborot texnologiyalari asosida o'qitish yanada yaxshi samara beradi. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, audio-vizual vositalar, interfaol metodlar, o'yinlar va simulyatorlar, taqdimot va dasturlar orqali bilimlarni tez va samarali anglash o'quvchi bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar hisoblanadi. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalarni tatbiq etish tajribalari zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim shaxs kamolotining poydevori bo'lib, aynan shu bosqichda bolalarda bilim olishga bo'lgan munosabat, mustaqil fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy faollik kabi muhim sifatlar shakllanadi. Undan keyin boshlang'ich ta'limda innovatsiyalarni tatbiq etish tajribalari ko'proq faol va interfaol metodlarga asoslanadi. Bunday yondashuvlarda o'quvchilar dars jarayonida savol beradi, fikr bildiradi, o'zaro muloqot qiladi va mustaqil xulosalar chiqaradi. Mana bu yerda innovatsion ta'lim texnologiyalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida ongli ta'limni tashkil etish haqida ma'lumotlar berilgan. Mana bu yerda interfaol o'yinlar asosida muammoli taqdimotlar, amaliy mashg'ulotlar va texnologiyalardan foydalanish asosida o'qitish haqida fikr yuritilgan. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalarni tatbiq etish jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim o'rin egallaydi. Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalarni tatbiq etishda tajribalari o'qituvchining kasbiy mahoratini oshirishni ham talab etadi. Har qanday holatda ham o'qituvchi mahoratli pedagog bo'lishi lozim. Mualliflik maktablariga biz misol keltiradigan bo'lsak, mualliflik maktablari Italiyaning mualliflik maktablarida Maria Montessorining mualliflik maktabi misol bo'ladi. Mualliflik maktabi ma'lum bir pedagog yoki ijodkor tomonidan ishlab chiqilgan o'ziga xos ta'lim konsepsiyasi, metodikasi va yondashuv asosida faoliyat yuritadigan maktabdir. Bunday maktablarda ta'lim jarayoni muallifning g'oyasi tizimi asosida amalga oshadi. Mana bu yerda Maria Montessori maktabi, Rudolf Steinerning Waldorf maktabi, Suxumlinskiy maktabi, Shatalovning tezlashtirilgan o'qitish metodikasiga bag'ishlanadi. O'zimizda ham prezident maktablari, Temurbeklar maktabi, turli O'zbekiston bo'ylab bir nechta ijod maktablari mavjud. Oddiy maktablardan farqli jihati bizda o'qitish standartlari belgilanmagan. U
o'sha muallifning ishlab chiqqan o'qitish metodikasi bilan bog'liq jarayonda o'qitadi. Novatsiya va innovatsiyani farqli jihatlari. Refleksiya bu nima? Hurmatli talabalar, refleksiya bu nima ekanligini bilib olishimiz lozim. Orqaga qaytish, fikr yuritish inson o'z faoliyati, fikrlashi, qadriyatlari va his-tuyg'ularini anglash jarayoni hisoblanadi. Refleksiya madaniyati bu insonni o'zini anglash va takomillashtirish madaniyati ham deb nomlanadi. Biz 4K modeli haqida dars davomida juda ko'p marta 4K modeliga bog'lanyapmiz. 4K modelini bilib olishimiz lozim. Birinchisi, kommunikatsiya o'quvchilarni o'zaro muloqotchanlik qobiliyatini rivojlantirish, kollaboratsiya, jamoada ishlash, kreativlik, ijodiy fikrlash, yangilik qilish qobiliyatini rivojlantirish, kritik fikrlash, o'quvchilar axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish, ko'nikmalarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Bugungi darsimizda foydalanilgan adabiyotlar, har darsimizda foydalangan asosiy adabiyotlar Muxtorov va Qulmo'minov, Ferdanov va Jovliyev, Boynazarov va Nazarovalarning boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, Muxtorovani boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya, integratsiya o'quv qo'llanmasi, Mavlonova, Rahmonqulova boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi nomli o'quv qo'llanmalaridan foydalandik. Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz shu bilan yakun. E'tiborlaringiz uchun rahmat.